Billa, sanada birinchi kundan kech qoldik maktabga. Ya bilasanmi, kecha katta blogerlar bilan ko'rishdim, tasavvurga ular bilan o'tirganman bitta joyda. Sen ham katta odam bo'lib ketding, bloger. Yuring, darsga kech qol. Billa, birinchi kundan turqisov o'tiribdi-yu. Bor odam, sayt baland bo'ldi bilan basharasidan bor. Ayurchi, bir gap bo'lar. Zo'r bo'pti-da. Ana qara, gadalarga yotdi. Kimini qarasanchi bilan, ha? Menimcha Mardikor bozorida yaxshi ishlashganmi deyman-da bu yil. Formulani takror qilib kelishibdi toylar. Nima kiysam, bichda baribir bular. Senga bergan va'damni buzamanmi deyman-da bugun. Va'dani buzishing shart emas, men o'zim bular bilan gaplashaman. Tushunmadim. Nima? Senlar 2 kun Mardikor bozorida ishlab turib, pullaring ko'payib qoldimi? Yo, bichlilaringizdan chiqdimi sanlarni? Zato biza adamizani puliga kiyinmaymiz. O'zimizni pulga kiyinamiz. Erkatoy. Urush kerak edi bularni. Darsdan keyin gaplashamiz. Kirishga mumkinmi ustoz? Farhodov, men soch soqolingni olib kelmadim. So'z magazindan britva oldim, britvasi tugab qolibdi. Ha yo'q, senga qolganda britvalar ham tugab qoladi magazinda. Uyingda soqol oladigan mashinka ham yo'q-a sen? Yo'q, borlikka bor. Ertalab Bekzodga berib yubordim-da. Menda soqol o'smaydi-yu. Men olib ketdim ustoz. Qarang qanaqa takkoy bo'lib qolgan. Ertadan soch soqolingni olib kelgin. O'tirlaring. Yaxshimisiz? Nima gaplar? Ta'tilda zerikib qolmading? Zo'r bo'ladi atak. Kirsa bo'ladimi ustoz? Kiringlar. Sa'dashib qolding, bich. Bre, sakra orqaga. Adashib qolding sen. Tinchlanmang. Yig'ishtirib o'zlaringni. To'rtalang ham direktor xonasiga. Marsh. Voy, Samandarbek yomon urdi-ya. To'g'risi bunday yomon rahmim kelib ketdi. Bechorani yomon urdi-da. Shu ular o'zi bir sinfdan beri ne ladid shu. Keyin ular Samandar bilan Bekzodni kambag'allik uchun o'zlari bilan chiqishtirishadi. O'shaning uchun bir sinfdan beri o'xshib ketishadi. O'zi kelishimizdan shunaqa turib yoqmagandi, bormi? Birinchi kundan urishdik. Direktorlar xonasiga kirdik. Bu ketishda 11-sinf tibbiyotda tugata olmaymiz. Menga 11-sinf bitiramanmi, bitiringmanmi, вообще qizig'i yo'q-da. Men blogerman, men sohadan ketaman. Eng yaxshi ko'rgan narsam shu hozir. Bloger. Bizni tashardim ustoz ajratdi-da. Bo'lmasa yomon qilardim. Qo'yur. Bu o'qituvchini qanotini deydi yuradi, tvarlar. Ko'chaga chiqadi-yu, so'ra olamiz. Yur. Qizlar gul beraymi yo yuragim beraymi? Gulinam mashinam qolsin. Yuraging ham boshingda qolsin. Tur bo'tdan. Hop. Bak. Aliya, uy ketish niyati yo'qmi? Iroda, ketdik. Ketamiz. Har faqirning omadi kelganda men g'aribning omadim kelmadi. Фонари тоже любишь, что было плотно, прости, но я не из них, танцуй с другим. Я без обид, я по ночам все выйду из-за твоих. Все, что между нами, сохраню в MP3, кину в камин, пусть загорит. Ertaga meni blogerlar bilan katta uchrashuvim bor, zo'r bo'lib ketadi inshaalloh. Men esa oyimni Banisaga borishim kerak. U uchun pul kerak. Pul topish uchun mehnat qilish kerak. Atak, men katta bo'lib ketsam, Instagramdan zo'r pul topsam, o'zim men ko'rsataman. Qo'rqma. Bloger do'stim, ha. Ana, kelishyapti. So'rab olish kerak. Voy, jinnimisan, tasha qo'lingdagini. O'zim bilaman nima qilishni. Solishsa, erkakga o'xshab solishamiz. Qo'lingdagini yig'ishtir. Bo'lmasa men ketaman. Ketdi. Yana ularmi? Sota shikalla hidi kelyapti.
Sanlar bola quyga tqordilar. Sanlar o'tdi. А как сейчас человеку Бог, чего с ним Бог взять, то и как он ток, дружбу и любовь. Buni ketdi. Mani. Saman tirimisan? Bularga hali ko'rsatib qo'yamiz ertaga. Yomon ko'tarib chiqdi seni. Ha, bloger do'stim, sizni ham bir yeyish paytlaringiz bor ekan. Mayli. Ertangi kun bular bilan boshqacha gaplashamiz. Bolalar eshitdinglarmi? Bizning kuratorimiz o'zgaribdi. Maktabga bir kun kelmaganimga ham kuratorga ham almashtirib olibsizlar-ku. Sizga shu gulni bersam, bonusiga yuragim qo'shib bersam qanaqa bo'ladi? Boy bor toshingni ter. Voy, kim bo'lyapti? Xo'p, azizlar, bugundan boshlab men sizlarning yangi o'qituvchilarman. Mani ismim Madina, sizlarning isminglarchi? Mani ismim Bek. Meniki Dunyo. Tanishganimizdan xursandmiz. Na salom bor, na Ali bor, Abdursudan kirib kelasizlar. Ustoz bular maktab qahramonlari-yu, tanimaysizmi? Ayog'i, bular maktab qahramonlarimi? Tushunmadim. Nima deyapsiz? Siz buni adasi kimligini bilasizmi? Sani adayman kimligimni biladimi? Maktab qahramonlari bunaqa sinfda o'tirishmaydi. Eshikning tagida qo'riqlab o'tirishadi. Chiqib ketlaring ikkalang ham. Ustoz bularga bitta shivabra bilan spirgini ham qo'shib yuboring, maktabga yaxshiroq qorovullashadi. Sanlar ginat qo'ysanlarmi? Yo kecha kamlik qildimi, bik? Chiqib ketyapman xonamdan ikkalang ham. Sanlar bilan ko'chada gaplashamiz. Xullas, sizlar bilan boshqatdan yana tanishib olamiz. Bugungi darsimiz tamom. Ingliz ustoz vashi takoy narsa ekan bor. Vaqti yomon narsa ekan. Agar bir kun vaqti bo'lganda men o'zim bilan olib ketgan bo'lardim bor. Rostdan. Uni buni qo'y, men senga zo'r yangiligim bor. Qanaqa yangilik? Tashqariga chiqaylik, men senga aytaman hammasini. Зачем ты врешь? Зачем ты врешь мне о любви? Я видел ложь. Xullas shunaqa gaplar o'rtoq. Hop, boyaga yangilik nima aytmading? Boya aytmoqchi bo'lganim, shunaqa reklama tushdi. Ana chiqishda bichla ketishyapti, urib tashlaymizmi? Yo'q, to'xtab tur. Ali. Ha, aka chiqishdi. Qanaqa reklama ekan o'zi? Hali o'zim ham yaxshi bilmayman. Ular bilan polni hali gaplashib ko'rmadim nimaligini, qanaqa mana kakros o'zi telefon qilyapti boru. Ochi. Allo. Allo. Bloger Samandarsanmi sen? Da, men Samandar. Короче, ukam xumor reklama qilish kerak. Bitta istoriyaga $1000 beramiz. 1000? Bitta istoriyaga. Rozimisan? Bo'ldi. Kelishdik. Endi sen bilan ertaga gaplashamiz. O'rtoq, bitta istoriyaga $1000 beryapti. Qo'yib ketamiz. Nimani reklamasi? Qimorniki o'rtoq. Bu pullaringni oyingga ishlatamiz. Nima? Harom pullaringni ko'tingga tiqo. Men onammi? Harom pulga davlatmayman. O'zi senlarga yaxshilik yoqmay qopti. Alo. Hoyjon. Dorilar tugab qoldi. Hozir olib boraman. Yo'q, nima meni qiynab qo'yasiz, Hoyjon? Olib borsam siz uchun olib boraman. Hozir olib boraman dorilaringizni. Bo'pti. Yaxshimisan? Yaxshi. Qashshamon o'chirdi men oldimga seni. Короче, menga pul kerak. Sanoatda yaxshi joyda ishlaydi-yu. Menga qarz berib tur, men senga qaytaraman. Yaxshi. Qanchada qaytarasan? Necha pul kerak? Nima maqsadda so'rayapsan mendan pul? Nimaga mendan so'rayapsan? Ana bloger og'ayningdan emas. Короче, menga u qizuv emas. Menga pul kerak. Men onamning dorilariga pul topishim kerak. Yaxshi. Beraman senga o'sha pulni. Faqat onang uchun. Maktabdagi temalarni, urushgan, boshqa narsalarni unut. Faqat shartim bor. Kelamiz bugundan boshlab do'st bo'lib qolamiz. Roziman. Qancha pul kerak? 3000. Bo'ldi. Kechib ko'rishganda beraveraman. Rahmat, charchaman. Onajonim, bo'ldi, dorilaringizga hamma pulni topdim.
Xudo xohlasa sizni baletadan chiqara olamiz. Bo'ldi, hozir boraman oldingizga. Chekmadingmi? Ey Nept. Bu yoqqa qaraver. Tushunmadim. Tinchlikmi bolalar? Nimani tushunmading? Chiqar hamma cho'chidagi pullarni. Salla gnat qilibsanlar-ku. Bile, Bekzodman-ku.